Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Bugungi mavzumuzni sahrni tushiramiz deb nomladik. Yoki qondagi qand miqdorini qanday qilib uy sharoitida tushirishimiz mumkin. Birinchi bizdan talab qilinadigan narsa bu ovqatlanish tizimimizni o'zgartiramiz. Bu yerda likopcha yoki tarelka qoidasini qo'llaymiz. O'zimizga sxema qilib olamiz. 24 sm diametrli tarelkani olamiz va uning teng yarmiga 50% ga bo'lamiz. 50% ni asosisini sabzavotlar va ko'katlar tashkil qilish kerak. Qolgan ikkinchi yarmini esa yana 50% ni bo'lib, 25% bu kaftimizdek yoki mushtimizdek bo'lgan oqsil tashkil qilish kerak. Bu go'sht, tuxum va baliq bo'lishi mumkin. Qolgan 25% esa bu qondagi qand miqdorimizni sekin ko'taradigan bu chechevitsa, grechka va bulgur bo'lishi mumkin. Vaqtinchalik yoki butunlay kartoshka, makaron va guruchni chiqarib tashlashimiz kerak. Ikkinchi bo'lgan talabimiz bu jismonan faol bo'lish. Ovqatlanganimizdan keyin darrov televizor tagida o'tirmasdan harakatlanishimiz kerak. Bu harakatimiz mushaklarimizni harakatiga keltirib, ayniqsa oyoq mushaklari ortiqcha qondagi qand miqdorini yemirib yeb yuboradi. Uchinchi talabimiz bu taomnomamizdagi hamma shirinliklarni, shirin ta'mga ega ichimliklarimizni chiqarib tashlaymiz. Shirin choy, novatli choy, asal choy, soklar hammasini chiqarib tashlaymiz. Shirin ta'mga ega bo'lgan qand miqdorini tez ko'tarib yuboradigan mevalarni ham chiqarib tashlaymiz. Biz qovun, banan va uzum kabilarni. Qandli diabet bu juda ham og'ir xastalik. Hamma qandli diabet deganda ko'z oldiga oyog'ini kesib tashlagan yoki gangrena bo'lgan odamlar ko'z oldiga keladi. Nima uchun shunday? Chunki qandli diabet mayda qon tomirlarimiz, kapillarlarimizni yillar davomida yemirib boradi va hech qanday belgi bermaydi. Shuning uchun bu bilan biz kurashishimiz kerak. Yana bilingki, stress va virusli infeksiyalar ham o'z-o'zidan qand miqdorini ko'tarib yuborishi mumkin. Shuning uchun har doim o'zingizni va yaqinlaringizni qand miqdorini bir yilda 2 marta bo'lsa ham nazoratga olib tekshirib yuring. Bizni kanalimizga obuna bo'ling.